Bizni kafedramiz to'qimachilik matolar texnologiyasi kafedrasi. Kafedramiz qoshida shu kafedramiz tashkil topgandan beri to'qimachilik matolari nomli to'garagimiz faoliyat yuritadi. Demak, bu to'garagimizda asosan shu bilan birga ornamental kompozitsiyalarga mansub bo'lgan ranglarni uyg'unligini va bu ranglarni har bittasini ramz ma'noda qaysisi nimasini anglatishini va qay darajada ranglar bir-biri bilan uyg'unlashishini biza to'garakda talabalarga tushuntirib o'tiladi. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning xotirasini abadiylashtirish maqsadida gilamni to'qimoqdamiz. Hozirgi kunda kafedramiz tomonidan tashkil etilgan gilamchilik to'garagiga a'zoman. Bu to'garakda men hozirda ipak ipidan bo'lgan gilamni to'qimoqdaman. Bunda asosan gilam to'qishimiz uchun kerakli bo'ladigan 18 xil rang ishtirok etadi. Mana bizni to'garakda qatnashayotgan talabalarimizga trikotaj laboratoriyamizda qaypoq to'qish dastgohlarini ham o'rgatib boramiz. Programmalarini, to'quv usullarini, ya'ni dastgohlarni tuzatishlarini, kamchiliklarni bartaraf etishlarini o'rgatishadi. Ko'pincha bu yerda bizga ham yordam berishadi, ham amaliy mashg'ulotlar o'tiladi. Hozirgi kunda to'qimachilik matolar texnologiyasi kafedrasi professor o'qituvchilar tomonidan ushbu laboratoriyada joylashgan barcha dastgohlar bizga o'rgatilib kelinmoqda. Mana biz to'garakka kelganimizda shu nazariy bilimlarimizni amaliy o'rganib, o'zimiz ham qo'llayapmiz, o'rganyapmiz.